qasam ichamanki, Jarmaniya uchun intiqom olaman. Yo u uchun qasd olaman, yoki menda shahid bo'laman. Dushman bizni azo tutgan bilsin. Biz ularning azosini ko'raylik. Yigit kimdir? Nafsini yengan, Vatan kimniki? ega chiqqanniki. Biz kimmiz? Vatan uchun Taxt uchun g'ayrat qilayotir. Haq ila botilning jangi Qobil va Qobil davridan beri bor. Dushmanlarning ko'pligi to'g'ri yo'lda ekanligiga ishoradir. Bu xona endi meniki. Sizni so'nggi lahzaga qadar ta'qib etgan Jaloliddinni nega tez unutdingiz? Qutlibeka o'lmog'i kerak. Ota bo'lursiz. Mendirman Jaloliddin. 2-mavsum.